Hey, ovozini o'chir uni. Bu qanaqa ovoz edi? Eshitdingizmi? 야, Bu hazilmidi? 야, Hazil emas. Yedamning ahvoliga qaranglar. 저렇겠냐? Unda bu ovoz nima edi? 근데 Bu arvoh edi. Sinfimizda chindan ham arvoh bor. Bo'lishi mumkin emas. 기회를 줄게. Senga bir imkon beraman. 우리 반이 아닌 사람. Agar sen bizning sinfdan bo'lmasang va arvoh bo'lsang, iltimos sinfdan chiqib ket. Tushunarli. Demak, uni o'zimiz topishimiz kerak. 찾아낼 수밖에 없어. Menimcha buni o'qituvchimizga aytishimiz kerak. U shifoxonadaligida unga muammo tug'dirmasligimiz kerak. 그렇다고 다른 Agar boshqa sinflarga yoki o'qituvchilarga aytsak, uni qo'ldan chiqaramiz. Uni o'zimiz topishimiz kerak. 찾으면 어떨까? Xo'sh, keyin nima qilamiz? U kim bo'lmasin bu yerda qola olmaydi. 생의 교실에 있어서는 안 돼. Uni daf qilishimiz kerak. Eshitib oling, qaysi biringiz bo'lsangiz, o'ldim deyavering. Park Jungwoo. O, orqangda. Nima? Qani, qayerda? Nima qilyapsan? Nima? Juda ham kulgili. Nima bu hazilmidi? Ko'rdingmi? Qanaqa bema'ni hazil bo'ldi? Sendan o'zingni bezorilardek tutasan, olifta, lekin aslida qo'rqoq tovuqsan. Qayerga ketyapsan? Sirli sinf. Ikkinchi qism. Dami, qo'shig'ing nima bo'ldi? 아 몰라. Bilmayman. 미쳐가지고 당무가. Dahshat, men buni hatto eshitganim ham yo'q. 아 생각할수록 억울하다. Adolatsizlik. Ikkimiz ham bo'sh insab o'ynagandik. Bularni bari menga bo'lyapti. 끝내는 주문. Chunki sen so'nggi so'zlarni aytmagan eding. Bunday qilmasliging kerak edi. 말해줬어야지. Nega menga aytmagan eding? 미안. Kechir. 왜 천수? Cho Hyun-suk, ha? Bularni qayerdan bilasan? 좋아하거든. Arvohlar haqida hikoyalarni yaxshi ko'raman. 근데 Qo'rqinchli, ammo bilasanmi? 쭈뼛쭈뼛. Dahshatli hislar tuyishni sevaman. 잘 가야겠다. Men uxlashga ketdim. Hozirmi? Ha? 나 열심히 한 Men har doim soat 10 da uxlayman. Eng yaxshi o'sish uchun ertaroq uxlash kerak. Hayır, tezroq o'z bo'ying qanchalik uzun bo'lishini istaysan? Bunaqa gaplarni yutmaydi. Oo, 근데 진짜 rostdanmi oramizda arvoh bor deb o'ylaysizlarmi? O'ylab qarasam, 나한테 menda reja bor. 무슨 방법? Qanaqa reja? Birinchisi allaqachon sinov jarayonida. 너네 Eshitgan bo'lsangiz, arvohlar qizil loviyalardan qo'rqishadi, to'g'rimi? Ha. 지금 Bu degani bu yerda hech birimiz arvoh emasmiz. 절대 있을 수가 없. Zero buni yeyotgan ekanmiz. 오, 머리 좋은데? Gapingda jon bor? Ha-da. 아무튼 기대해. Qarab turinglar bolalar. Arvoh uchun tuzilgan reja ertadan boshlanadi. 아우 잘. Juda ham yaxshi yeyapsan. Haruto aniq arvoh emas. Yeyaver, yaxshi bolakay. Telegramga kirib, Umut Media pastki chiziqcha net deb yozing va kanalga obuna bo'ling. Eng so'nggi seriallar faqat bizda. 애들은 아직도 Haligacha hamma arvoh bilan ovorami? Ha. Ular qo'rqishyaptimi yoki o'yinga yo'yishyaptimi, bunisini bilmadim. Oraliq nazoratlari yaqin, ular tayyorgarlik ko'rishlari kerak. 넌 Sen qo'rqyapsanmi? Men ko'proq oraliq nazoratidan tashvishdaman. Ko'p ham qahva ichaverma. 안 좋아. Zarari bor. Bu xrizantema choyi miya faoliyatini yaxshilaydi. Senga rahmat.
Agar hammasini uddalay olsang, qaytganimda senga tavsifnoma yozib beraman. Tavsifnoma? Axir chet elda o'qimoqchisan-ku, shunday emasmi? Senga kerak bo'ladi. Rahmat janob. Shunday ekan, qo'lingdan nima kelishini ko'rsat. Senga ishonaman. Jonku, ha? Qayerga? Shirinimga xayrli tun tilamoqchiman. Shirining? Uzoqqa olib ketma. Bu nima bo'ldi? Hey, Jihunman. La'nati. Menimcha quvurg'alarim sindi-yu. Uxlashga ham qo'rqyapman. 나 노래 좀 틀어놔도 돼? Qo'shiq qo'ysam maylimi? 들어. Qo'yaver. 아, Arvohlar musiqani yoqtiradilar. Biroq yaxshi, o'ta qol. Haroratingni o'lchab olay. Nega? Arvohlar sovuq bo'lishadi. Bu kim arvoh ekanligini bilishning eng oson usuli yoki xohlamayotganingning biror sababi bormi? 게 있겠냐? Yo'q, albatta. Bo'ladi. O'ta qol. Haroratingni o'lchashim kerak. 다시 하겠. Qaytadan. 그만해. Qochi. 야, 잠깐만. To'xta. Video qilish uchun mavzu tugadi. Qaranglar, qani. Hozir ajoyib bo'ladi. 1, 2, 3, tor. Hozir u kimningdir cho'ntagidami? Voy, topdim. Mana u. Sening galstukingda. Qanday qilib sen? Voy, nima bu? Ruchka, buni qanday qilding? Aytmayman. Kitoblaringni har kuni ko'tarib kelish joningga tegmaydimi? Shkafingga qo'ysang bo'lmaydimi? 와,
Kodini unutib qo'yganman. 바보냐? Landavarmisan? Buzib ochib berishimni istaysanmi? Yo'q, hammasi joyida. Baribir ichida muhim narsa yo'q. O'qituvchingiz bo'lmagani uchun bayram qilyapsizlarmi? O'tirlaring. Mana buni o'ylanglar. Uyg'on. Jim o'tirib videoni ko'ring. Hop bo'ladi. Shu sinfda yomon ta'sir qiladigan nimadir bor. 먼 미래에 인공지능 로봇들에 의해 운영되는 기업에서 어느 날 로봇 하나가 인간의 감정을 가진 불량품 모델이었다는 게 밝혀집니다. 기업의 규정상 업무에 필요 없는, 즉 감정을 가진 불량품 모델은 즉시 폐기 처분하는 게 원칙이었죠. Hojatga borib kelaman. 그런 것까지. Nega buni menga aytyapsan? 정상적인 척 행동하고 있었던 거죠. 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? Yong'uga qaranglar. Maynavozchilikning hissalaring. O'ynaging kelib qolgan bo'lsa, chiqib ket. O'qimoqchi bo'lganlarga xalaqit qilma. 야, 알았어. Yaxshi-yu, 야, 근데 이게 bunchalik jiddiy qabul qilish shart emas. 그거 어쩌고 장난친 건데. Bu shunchaki hazil edi. 재밌냐? Uni kulgili deb hisoblaysanmi? Nima demoqchisan? 누가 귀신 Biz arvohni qidirishimiz kerak. Uni hazilga yo'yish emas. 치고 있잖아. 야, Sen rostdan ham arvoh borligiga men ishonishimni xohlaysanmi? 맞아. 솔직히 Aynan men ham bunga ishonmayman. 자꾸 우리 Lekin hamma bizda 20 ta o'quvchi bor deb o'ylashi g'alati. 그럼 대체 Unda arvoh kim? 네? 야, Balki bu Yoshidir. 아까 펜을 막 U 없애버리고. ruchkani kurutmas qilib ruchka g'oyib bo'ldi. Oddiy odam bu ishni qila olmaydi. 맞아. Rostdan. 야, Hey, bu sehrli hiyla edi. 하루토는 Harutochi, 얼굴 하얘가지고. uning yuzi arvohnikidek sovuq. Menmi? 아, 하루 Harutoni tinch qo'yinglar. U qizil loviyali muzqaymoqni sevadi. 그럼 누군데? Unda kim? To'xtatlaring. Kimligini bilib olishimizning boshqa yo'li ham bor. Uni oldinroq topib olgan edim. Bolalar, buni ko'ringlar. Bolalar, 미술실 문이 rassomchilik xonasi ochiq ekan. Men ruchkamni topib oldim. Nima bu? Assahi? Hey, bu nima? 저딴 거 왜 그린 거야? Buni nega chizding? 저것도 네 짓이야? Anavi ham seni ishingmi? 설마 Bu 이거 야, 그래서 아까 shuning uchun ham rassomchilik xonasida nimalarnidir ming'illayotganmiding? 그게 무슨 말이야? Nima demoqchi bo'lyapsan? 그럼 Sen 저기에 저주를 내. buni la'natladingmi? 그래서 Uni hammi? 그러고 보니까 아까 O'ylab qarasak, Asahining qo'li. 아야 잠깐만 엄청 찼어. Uning qo'li sovuq edi. 체온이 32도 나오고 O'ylagandim-ki, bu juda ham notanish holat, chunki uning harorati 32 gradus edi. Javob ber. Sen arvohmisan? Ikkinchi qism tugadi. Ovoz berishda Umidjon ishtirok etdi. Tarjima uchun Redski Uzubesub jamoasiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bizdan uzoqlashmang.